Bir erkak kishi psixologga boribdi. Ularning o'rtasida suhbat bo'libdi. Psixolog so'rabdi, muammoyingiz nimada? Charchoq va og'ir ish. Nima ish qilasiz desa, bankda hisobchiman debdi. Ayolingiz nima ish qiladi debdi. Ishlamaydi-da. Faqatgina uy bekasi debdi. Kim ertalab sizni va farzandlaringizni uyg'otib, barchangizga nonushta tayyorlaydi debdi. Ayolim debdi. Chunki u ishlamaydi debdi. Ayolingiz qachon uyg'onadi o'zi debdi. Va siz qachon uyg'onasiz debdi. Ayolim ertalab 5 da, men 7 da uyg'onaman debdi. Chunki u bolalarni maktabga tayyorlab, bizga nonushta pishiradi debdi. Bolalarni maktabga kim olib boradi? Ayolim. Chunki u ishga bormaydi. Ayolingiz bolalarni maktabga olib borgandan keyin nima ish qiladi-yu, siz nima ish qilasiz debdi. Shunda uyga qaytib tushlik tayyorlaydi, kiyimlarni yuvadi, uyni supuradi, farzandlarni qaytishini kutadi debdi. Ishlamaydi-da debdi. Shuning uchun bu yumushlarni qiladi. Men peshindan keyin soat 3 gacha ishxonada bo'laman. Kechqurun ishdan qaytganingizni nima qilasiz so'rabdi. Ayolingizchi debdi. Mashaqqatli ish kunidan so'ng debdi, ovqatlanib biroz dam olaman. Chunki ayolim bolalarim bilan uy vazifalarini qilishga qarashib yuboradi. Keyin choy damlab kelib, birga choy ichish uchun meni uyg'otadi debdi. Shundan keyin kechqurun siz nima qilasiz? Ayolingiz nima qiladi debdi psixolog. Gazeta o'qiyman debdi, televizor ko'raman, yangiliklar bilan tanishaman. Ayolim bo'lsa idishlarni yuvadi, uyni tozalaydi va bolalarimni uyquga hozirlaydi debdi. Endi aytingchi debdi psixolog. Psixolog maslahatiga kim kelishi kerak edi? Sizmi yoki ayolingizmi? Ko'proq kim dam olish kerak? Sizmi yoki ayolingizmi? Erta tongdan to kechgacha tinmay mehnat qiladigan ojiza insonni ishlamaydi, ishsiz deyishga uyalmaysizmi debdi. Ish soatisiz, maoshsiz, texnika xavfsizligisiz, mukofot pulisiz, tashakkursiz ishlaydigan va bu bilan shikoyat qilmaydigan, sizni tashlab ketib qolmaydigan insonni ishlamaydi, ishsiz deyishga uyalmaysizmi degan ekan.